Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Mana qurilishlarimiz tegilar yopishtirish bo'ldi. Ko'ryapsizlar mana qanaqangi chiroyli bo'lyapti. Mana bo'lib chiroyli chiqyapti. Mana xudo xolasa Azman ikinci tezgah chiqyapmiz. İkinci tezgahga mana tegalarni yopishtirib bo'ldi. Mana nimalarni yopishtirishyapti shtangalarini. Mana bu yoqlarga ham yopishtirishyapti. Hozir gumbazga chiqamiz. Ko'rasizlar gumbazni ham. Gumbazni ham tepalarga ishtiyoq yopishtirishyapti. Yopishtirishadi betlarga ham. Hozir eng tepaga chiqamiz. Tepadan ko'rasizlar hozir. Chiqaman tepaga. Qishda ham chizishyapti bolalar. Mana tepaga chiqishim. Mana shunaqa qilib yopishtirishyapti. Ko'ryapsizlar mana. Tepalar mana ko'rdinglar tepalarni ham shunaqa qilib bo'lyapti. Shunga kelaverasizlar, yordamga ham, hasharga ham kelaverdinglar. Oz qolyapti, bundan buyog'i xudo xolasa ozgina qoldi. Mana pastga ham burchakka bosish kerak. Mana pastlarga ham shunga ehson qilaman deganlar bo'lsa kelinglar, mablag'imiz yetmayapti. Shunga oz qolyapti. Shu buyog'iga ham endi rasxod ham ko'p bo'lyapti. Mana ko'ryapsizlar. O'tirishibdi mana ikki kishi ham. Shunga mablag'imiz ozgina yetmayapti. Shunga himmat qilganlar bo'lsa kelinglar. Shularni qilib tezroq bitirib yuboraylik. Xudo xolasa mablag' bo'lsa tez kunlarda bitkazib yuboramiz. Inshaalloh oz qoldi. Shunday yordam qilasizlar deb umiddamiz. Mana ko'ryapsizlar, bu yoqlarda ham to'xtatganimiz yo'q ishda. Kelaverasizlar. Hisob qilaman deganlar bo'lsa, homiylik qilaman deganlar bo'lsa kelinglar. Xohlasa oz qolyapti. Yana qachon bunaqa qilib masjid quramiz, buni Alloh biladi. Savob uchun kelsanglar, savob ishlab olasizlar, kelaverasizlar mana.